Bestun modellari ham qariyb ommabop bo'lib boryapti. Bulardan B70 modellari, T77 modellarini juda ham ko'pchilik so'rashdi hamda talab qilishdi. Talab va istaklaringizga binoan bugun nasib bo'lsa Bestun Buxoro avtosalonidan 2025-yil eng so'ngidagi, yangi yildagi mana shu eng oxirgi videomiz, xudo xolasa chiroyli bonuslarni sizlarga birga kiritamiz. Sitora, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lik yaxshimi? Rahmat. Sitora anchadan beri qayerga yo'qoldi deysizlar, bugun mana Bestun Buxorodan topib oldik. Ya'ni shu yildagi so'nggi syomkamiz nasib bo'lsa hozir birgalikda barchasini obzor qilib ko'rsatamiz. Eslatib o'tamiz, Bestun avtosaloni O'zbekistonda yagona bo'lgan dilerli Buxoroda joylashgan. Mana bu yoqda oddiy qilib xalq tilida ko'rsatganda Sitora bozorini to'g'risida Bestun avtosaloni joylashgan. Lokatsiyamiz juda ham oddiy, topib olish oson. Bizda bonuslar, albatta chegirmalar hammasi bor. Hammasini bir-bir ko'rsatamiz. Keling ichkariga, marhamat. Videoga srochno like bosib, do'stlaringizga yuborib qo'yish esdan chiqmasin. Eng qiziq joyidan nasib bo'lsa ichkaridan davom ettiramiz. Avtosalonda yangi yil kayfiyati juda ham bir o'zgacha. Xudo xolasa chiroyli bonuslarga erta o'ramiz. Albatta, yangi yil munosabati bilan mana bayramga sanoqli 11 kun qolibdi. Mana shu 10 kun ichida bizga kelib mashina xarid qiladigan faqatgina birinchilikdagi hozir video chiqqandan keyin 10 ta mijozimizga istalgan barcha bonuslarini, antiradar deysizmi, chihol deysizmi, hammasini paroglarigacha qilib beramiz. Undan tashqari 5 million demaymiz, 10 million demaymiz, 15 million ham demaymiz. Naqd 20 million barcha mashinamizga chegirma qilib beramiz. Xudo xohlasa. Masalan, B70 modelimiz 288 million bo'lsa, 268 millionga berib boramiz. Qalay yangilik? Zo'r. Bestun B70 modellar o'zi xalqimiz ichida ancha ommabop bo'lib ulgurdi. Albatta, hamyonbop desak ham bo'ladi. Masalan, hozir endi 288 emas, 268 millionga любой, bilmayman, sedanni mazasini beradigan bunaqangi mashina, ya'ni Malibu deysizmi, istagan barcha mashinangiz bilan konferensiyalasha oladi. 268 millionga oq va qora rangi mana shunaqangi sedan mashinalarimiz mavjud. Sotuvda nalichida barcha rangi, barcha pozitsiyasi bor. Bu ham ikkita pozitsiyada bo'ladi. Hatto mana qarang, buni yangi yil arafasida ilgari yo'q edi, faqat oq va qora rangi edi. T77 modelini qizil rangidan ham olib kelib qo'ydik. Chunki ayollarimiz shunaqangi crossover hozir juda ham yaxshi ko'rishadi. Основной hozir sedan emas, crossoverga talab kuchliroq bo'lgan. O'zingiz ham bilasiz, katta mashinalar, shunaqa crossoverlar ommalashgan. Eng qizig'i, bularning ikkalasini ham narxi bir xil. Albatta, bir xil. Va aytib o'tganimdek, faqat mana shu 10 kun ichida kim ulgurib qolsa 20 million naqd chegirma hamda istagan barcha bonuslarini qo'shimcha qilib beramiz. Bularning ichiga masalan tonirovka, polik, zashtradiator setka, hammasi paroglari bilan qo'yib beramiz. Освещитель antiradalarigacha faqatgina 10 ta mijozimizga shoshilinglar. Faqatgina boshlanishi 10 ta kelgan akajonlarga xudo xolasa chiroyli bonuslarni qilib berishadi. Bo'lmasam Sitora B70 dan boshlaymiz, ha? Albatta. Obzorini qilib o'taylik qisqacha. Tashqi ko'rinishi, gabariti Malibu bilan deyarli bir xil. Albatta. Undan kam bo'lsa emas. Malibuni ham boshqa hamma sedanlarni kayfini berib qo'yadigan bittada mashina. Xo'p, keling obzor qilib ko'rsatsak, oq va qora rangda nalichida bor. Aytib o'tganimdek, faqatgina bayram arafasida 20 million chegirma bilan 268 millionga birinchi pozitsiyasi 1.5 turbinasini xarid qilsa bo'ladi. 2 turbinalisi ham bor. Ikkita pozitsiyada bu. Xo'p, ichlarini ko'rsatishimiz mumkin. O'zi zavodskoy mana shunaqa tonirovkalari barchasi qilib qo'yilgan. E'tibor qilsangiz, birinchi pozitsiyalarda ko'pincha avtosalonlarda anaqa bo'ladi-yu, kojinniy bo'lmaydi. Bunda hammasi qilib qo'yilgan. Obshivkalarni qarang, qanaqa zo'r qilib qo'yishgan. Chiroyli ishlangan. Barchasi elektronniy, ruchnoy emas. Mana. O'tirib ko'rganingizda anchagina baland o'tiradi. Masalan, o'tirib ko'rganda juda ham keng ko'rishingiz mumkin. Bu yoqdan kelib ko'rsatsangiz ham mayli. Shunday qilaylik. Bestun B70 modeli. Xo'p, o'zimizni bespроводной zaryadniklari, mana ruchniklarni ko'rib turibsiz, juda ham kichkina, oson. Unaqa shayba emas, yo'richak emas, juda ham oson qilib qo'yilgan hammasi.
Monitorlari kattagina, hattoki birinchi pozitsiyada ham shunaqa katta monitor qo'yib qo'yilgan. 4 ta rejimda, 4 xil rejimda yuradi. Multirulda barcha funksiyasi mavjud. Albatta, birinchi pozitsiyasi ham panoramniy tom ko'rib turganingizdek. Bunda hozir nechta pozitsiya bor? Ikkita pozitsiyada bor. 1.5 turbinaligi 1.5 hamda 2 turbina hamda 2 turbinaligi. turbina motor. O'zligi tanlashadi. Ko'rganingizdek, barlari rosa chiroyli qilingan. Obshivkalari, abduf, abagrev barcha pozitsiyasida bor, ko'rib turganingizdek. Tonirovkalarni e'tibor qilsangiz, eshiklari hamda tom qismida ham hatto sonsashishni tonirovkalar qilib qo'yilgan. Bu menimcha 268 millionga bilmadim. Qaysi mashina hozir bu narxga bunaqangi sedan mashinaga konkurensiya qila olmaydi deb aytib bilaman bemalol. Aytib o'tganimizdek, nalichida bor oq va qora rangi 1 va 2 pozitsiyasi. Kelib xarid qilishsa bo'ladi. Faqatgina yangi yilgacha chegirma. Qayta aytib o'tyapman. Yangi yildan keyin bu narxda bo'lmaydi. Qismlari ham anchagina keng mashinani. Orqa qismi keng. Podlokotniklari bor. Hamma joyi koja. Ko'ribsiz, juda ham keng orqasi. Hech kim 3 ta odam bemalol keta oladi. Albatta, birinchi pozitsiyada ko'pincha bo'lmaydi, barlari bunaqa. Tom qismini qarang, juda ham qaymoq rang qilib, chiroyli qilib ishlangan. Abduf abagrev oldinda ham, orqada ham bor. Keyin bagajlarni ko'rsatsak, qanaqa ranglari bor hozirda bular? Oq va qora nalichida bor. Bagaj qismini ko'rsatsak, ko'rishingiz mumkin. Qarang. Bu liftdek hisobida ekanda. Shunaqangi katta bagaj. Menimcha faqat elektromobil Teslalarda shunaqa katta bagaj bo'ladi. 850 litr bagajni o'zi shunaqangi katta. Ko'rganingizdek, hamma narsa bemalol sig'adi. Juda ham keng va shinam. Faqatgina benzinda, propanda harakatlansa bo'ladi. Shunaqa bemalol. Agar shu propan anaqasida ko'p bizga savol keladi. Propan qo'ydirsak bo'ladimi deb. Albatta, o'zimizni malakali ustalarimiz propanni 200 soat ichida qo'yib o'rnatib berishadi. Shu holatda garantiyadan albatta chiqmaydi. O'zi garantiyasi qancha, rasmiy garantiyasi? Albatta, garantiyasi bor. 5 yil yoki 150 ming probeg garantiyasi bor. Kelaverishadi, garantiyasini qilib beramiz. Mashinalarimiz barchasi 2025-yil model, hammasi yangi model. Aytib o'tganimizdek, skidkasi barchasida bor. 20 million, 5 million, 10 million emas. Undan tashqari bonuslari ham bor. Endi yangilar orasida shunaqangi skidka qilib qo'ydik. Xudo xohlasa. Keyingi model ham bu ham narxi bir xil, 268 million so'm skidka narxida. Skidka narxida. Faqatgina shu 10 kun. Bularni manaki to'q qizil rangi bor ekan, oq, qora, yana oq, qora va to'q qizil rangda, 3 xil rangda nalichida bor. Seriyalari-chi? Hozirda seriya rangi yo'q. 3 ta rangda. T77 modelimiz ham 1.5 turbina motor. Bu yagona bir pozitsiyada bo'ladi, chunki o'zi full pozitsiya. Barcha funksiyasi mavjud bo'lgani uchun bitta pozitsiyada bor. Xo'p, bunda ham barchasi 360 gradus kamera deysimiz, слепой zona, бесключевой достуp, отпечатки пальцев hammasi bor. Balonlarni ko'rib, hech qanaqangi birorta mashinamizda mashina olgandan keyin, masalan, bo'ladi-yu, mashina xarid qilasiz, sразу salondan olib chiqib turib, olib borib balon almashtir, diska almashtir, unaqa narsa hech narsaga rasxod qilmaysiz. Faqat olib haydaysiz. Ichki qismini ko'rishingiz mumkin. Bu endi o'zi qizil bo'lganiga ichkari salon ham mana shunaqa qizil rangda qilingan. Ko'rjalari, qoraga kamerasi. Ambiyoqlarni e'tibor qiling, qanaqa zo'r ishlangan, tarpetkalari. Bundoq kelsangiz, buni ham ko'rsatamiz. Bu taraflari yaxshi chiroyli ekan. Hozir tashqi ko'rinishini, orqa tarafini bitta ko'rsatib o'taman sizlarga. Salonda shofyorni hozir obzor qilamiz. Shofyor bilan tomon. Xo'p, T77 modelimiz aytib o'tganimdek yagona full pozitsiyada bo'ladi. Shuning uchun hamma narsa funksiyasi bor. Mana panoramniy tom e'tibor qilsangiz, B70 dan ham juda ham katta panoramniy tom. Qaymoq rang qilib mana shunaqa ishlangan. Mana bu tepasi qismini ushlab ko'rsangiz juda ham yumshoq. Mana koja emas, zo'r qilib yumshoq ishlangan. Xo'p, bunda ham skorosti bunaqa rechakli, unda kichkina anaqa edi-yu. Hamma funksiyasi mavjud. Ko'rib turganingizdek, mana bu ochilishlarini qarang.
Oho. juda ham zo'r qilingan. Xo'p, bunda Bu hozir endi kontrol bor, ha? albatta ayollarga, oyijonamizga yoqadigan как раз bayramga mana shunaqa qip-qizil moshincha sovg'a qilsangiz, albatta bunaqangi crossover 268 millionga, bu treker narxi desa ham bo'ladi. Shunday. Albatta Bularga ko'rib hozir- turganingizdek, buni man xuddi sport anaqa deb qilingan. Sizenlarni o'zi, obshivkalarini qarang, choklarini nechta 1 2 3 4 5 ta bitta yoni o'zida shunaqangi zo'r qilib ishlangan. Hammasi abagreflari full pozitsiyada. Rasxod qanday bo'lyapti bular? Rasxodlari shahar ichida 6,5-7 litr, dalnida 4,5-5 litr oladi. 4,5 litr. Juda ham ekonomik. Aynan shu modelda dalniga qatnaydiganlar yo ko'pchilik hozir уже crossover yaxshi ko'rishadi-yu. Gentra anaqalarni rasxodidan joniga tekkan xalqimiz kelib faqat buni rasxodini уже eshitmana, masalan siz xarid qildingiz, siz o'rtog'ingizga aytasiz rasxodini, boshqa odamlar eshitib, rasxod masalasida ham juda ham ekonomik bo'lgani uchun kelib xarid qilishyapti va 268 millionga bunaqangi crossover bilmadim. Bularga rasxodga bormi, hozir yo'qmi? Yo'q, hozircha rasxodga yo'q, chunki o'zi shuncha chegirma qilyapmiz, bonuslar, mashinani o'zi arzon, hamyonbop narxda. Hozir qarang, buni oq yo qora rangini oladigan bo'lsa ham xuddi boshqacha kombinatsiya qilib olsa bo'ladimi? Bo'ladi. Sariq yoki farqi yo'q, qilib berishadi ustalarimiz. Endi aslida oqida va qorasida eshik qismi oq va qora bo'ladi. Kombinatsiya qilingan. Bu qizil bo'lgani hisobiga salonni ichi ham qizil. Xohlashsa buni ham oq yoki qora qilib, anaqa qilishsa, zakaz qilishsa bo'ladi. Bularning bitta bagaj qismini ko'rib o'taylik. Kameralargacha borib bu yerda mana bu yerda tugmachasi bor ekan. Shundoq ko'taradigan bo'lsak, avtomatik ko'tarilyapti mana. Bagaj qismi buni ham juda ham keng, 740 litr bagaj kattaligi. Bu yoqda bemalol ключmi, boshqami, aptechkami hammasini qo'ysa bo'ladi. Dakatkasi bor. Propan qo'yiladigan bo'lsa, Albatta. shunaqa qiladi. Propan qo'yilsa, shunday balonni olib tashlab qo'yiladi. Propan bor yo'qligi ham bilinmaydi. Albatta propanlarimizni ham kim qo'ydirsa, aynan shu bayramgacha propanga ham chegirma qilib berganmiz. Pastda servis raqamlarini qoldiramiz, menejerlarning raqamlari qo'llanadi. Kimga propan qiziq bo'lsa yo nimadir zapchast bilmayman, nima savol bo'lsa, albatta raqamlar bor, murojaat qilishsin. Har kuni dam olish kunisiz ertalabki soat 9 dan kechki payt 8 gacha ishlaymiz. Xudo xolasa. Ikkalasining ham narxi bir xil, tanlov o'zlaringizda. Mana bu yangi model, xohlasangiz restyling, 268 millionga sedan yoki 268 millionga crossover, farqi yo'q. Tanlash o'zingizdan. Barcha rangi nalichida bor. Lekin shu 10 kun faqat skidka. Bayramdan keyin albatta eski narxga qaytadi, 288 million bo'ladi. Tushunarli. Yana qanaqa modellarimiz bor bizda? X90 bor ekan, Bag'dan 212 modellari. Keling 212 ni ham ko'rsatsak, chunki eng ko'p savol 212 ga kelibdi. Ko'pchilik aytib o'tganimdek, уже katta mashinalarga qiziqishyapti, sedanga emas. Yo'l tanlamaslar. Keling oldindan olsangiz. Mana. Balonlarni buni kattaligini qarang. Balon bilan mana bu rastoyansini qarang, qancha o'zi. Amortizatorlarni qarang, qanaqa bu haqiqiy tank. Cho'l deysizmi? Любой joyga, любой to'siqdan ham, hatto bu yo'ldan u yo'lga bardur bo'lsa ham, nima bo'lsa ham ustidan chiqib ketaveradi. Yo'l tanlamas, nedorожник desa ham bo'ladi. Bu maydaroq ariqlarni ko'ringdan o'tib ko'targan. Albatta. Zo'r. 1 minut. Xo'p, bu yo'l tanlamas 212 modelimiz. O'zini tan narxi 452 million. Bunga ham hozir 20 million skidka bilan 438 million qilib qo'ydik. Hatto shunga ham 20 million skidka qildik. O'zi bu yangi model, hali O'zbekistonda sanoqli, albatta yo'llarda уже bor, lekin hali sanoqli endi chiqdi. Xo'p, 2 turbina motor. Buni ot kuchi qancha deb o'ylaysiz, bahaybat? Bir 200 talar bo'lsa kerak, 200 tami, 300 tami. 238 ot kuchiga ega. Keling ichkarisini ko'rsatamiz. Bu ham xuddi shunaqa 360 emas, hatto 540 gradus kamera motor. Mana eshigini bitta yopib boshqatdan oching, paroglari o'zi chiqqanini ko'rsatsangiz bo'ladi.
ochayotganda paroglar o'zi Hop. chiqadi. Yopildi parogi. Mana endi ochyapman. Avtomatik kelib tushyapti. Masalan, men bu tomonda o'tiryapman-ku. Hmm. Men o'tirayotganda parog o'zi chiqyapti. Siz u eshikni ochdingiz, o'zi chiqdi. Ha, shunday. Bekordan bekor men bu yoqdan ochib turgan ikkita parog ham chiqarib bermaydi. Shunaqangi umniy. Albatta ushlaydiganlar kerak. Menga o'xshagan bo'yi 1,5 metrli odamlar bo'lsa, mana bunaqasiga chiqadi. Hamma qulayliklar qilib qo'yilgan. Albatta, mana kalitlari ham необычный. 360 gradus kamera emas, aytganimdek 540 gradus kamera. Bu ballonlarni tegi, har bitta detal hamma yog'ini bitta ko'rsatadi. Беспроводной zaryadnik. Bu yo'q samolyot bo'lib yotibdi. Xuddi o'zi lechkdek tasavvur qilasiz. Hatto ruschaklari ham naq samolyot bo'lib yotibdi. Bu 4VD, полный привод, ya'ni oldi va orqa ballonni tortadi. Xohlasangiz o'zingiz o'chirib qo'yasiz, mana turibdi-yu, ikkita oldin yoki orqa. Xohlasangiz qo'shib qo'yasiz. Hamma rejimi bor. Albatta sport rejimlari juda ham zo'r ishlaydi. Rasxodlari qanaqa buni? Rasxodlari shu govdaga ham juda ham ekonomичный. Shahar ichida 2 turbina motor bo'lgani uchun полный приводni yoqqanda 8-9 litr yeydi. Дальныйda 7-8 litr yoqilg'i sarflaydi. Juda ham ekonomli. Shu gavdaga ham. Endi anaqaga bog'liq. Orqa ballonni tortish qo'shishga bog'liq. Ikkita ballonda haydasa kamroq, 4 ta ballonda harakatlansa. Shunaqa. Shahar ichida menimcha полный привод qilish shart emas. O'zi hamma joy radar bo'lib yotibdi. 60 dan o'tolmaysiz. U tog' yonida, dalnida, kerakli joylarda albatta bu eng kerakli funksiya deb o'ylayman. Hozir hamma 4VD shunaqa полный привод mashinalarni yaxshi ko'rishadi. Sizlarni ko'rib turibsiz, qanaqa kojada ishlangan. Matvoy qilib. Abduf, abagrev hammasi bor. Ko'rib o'tirganingizdek. Bu tarafda ham Juda ham keng. Bunda panorama emas, lyuk qilingan shunaqa. Внедорожникlarda o'zi bilsangiz, panorama bo'lmaydi. Основной shunaqa lyuk bo'ladi. Barchasi multirul funksiyasi hammasi mavjud. Zo'r. Faqat olish kerak, haydash kerak. Hozir ayollarimiz ham hattoki shunaqangi katta внедорожникlar qiziqishyapti. Ko'rgan bo'lsangiz, asnoviy katta mashinalarni ayollar olishyapti. Ko'rganmisiz yo'lda? Shunday ekan, ha. Orqalarini ko'rsatsak bo'ladi. Zo'r. Parog o'zi yopilib ketdi mana. Orqa eshigida hatto ochyapman, yana parog chiqdi. Bu tarafida mana patlakotniklari bor ekan. Orqa eshik ochganda ham yana parogga chiqib beryapti, e'tibor qilgan bo'lsangiz. Shuni aytdim. Orqadagilar ham, masalan, yosh bolalar bor, yosh kattalar bor. Qiynalmay minishi uchun mana bemalol ushlab chiqadigan joylar mavjud. Juda ham keng. Hozir sijenalar polni orqaga turibdi. Shunda ham qarang, shuncha joy bor. Mana bu sijenasi yotib ketsa ham, o'tirib ketsa o'zingiz regirovka qilasiz. Ko'p mashinalar hozir bilasiz, bo'lmaydi regirovka, bir xil turadi. Shunday. Orqasi, barlari hammasi qilib qo'yilgan. Albatta, двухзнатный климат kontrol hammasi mavjud. Diskalari, ballonlari endi bu alohida tema. Mana. Orqa qismdan ko'rmoqchi bo'lganlar. Orqa qism T01 modeli. Balloni dakatka emas, o'ziniki bo'ladi. Chunki bu albatta uzoqqa cho'lga, tog'ga ketishsa juda ham zo'r. Orqasini ochib ko'rsatsak, mana Eshigi ham yaxshi katta ekan. gelik bo'lib yotibdi. Hamma narsasi boy-boy qo'yilgan. Bu hozir og'ir mana bularni o'zini domkratlari, hammasi birorta mashinada shunaqa narsalar ko'rasiz. Sedan krossovkerlarda bo'lmaydi. Albatta внедорожникlar qo'yishgan. Bu yoqda ham narsa qo'ysa bo'ladi, bagaj albatta bu yoqda ham bor. Men shuncha translyatsiya bu yoqda ancha narsa qo'ysa bo'ladi. Shundoq ham o'zi keng. Mana bu sijenlarni bu yoqqa yotqizganda katta spalni vazifasini ham bajaradi. Mana ko'rib turibsiz, sijenasi har xil u yog'iga ham, bu yog'iga ham keladi. Yotadi ham. O'ziga qulay qilib tanlab olishadi. Zo'r. Buni yonida hozir yetib ketdim deydi-ku, ko'rinmayman. 2 metrdan ziyodroq o'zim yana bo'yim. Shunaqa. 82 bo'layotgan bo'lsa, Bu yoqda ham narsalar qo'ysa bo'ladi. Buni ham xuddi shunaqa 20 million chegirma bilan olishsa bo'ladi, faqatgina yangi yilgacha. Xudo xolasa. Keyingi modellarimiz bu yerda yangi modelimiz. Buni o'zi ko'rishmagan bo'lsa ham kerak. Hali mijozlar ham ko'pchilik hali ma'lumotga ega emas. BAV M7 modelimiz yangi keldi. Nasib bo'lsa O'zbekistonda birinchilikda mana shunaqa
mashinani haydamoqchi bo'lganlar Buxoroga kelaverasizlar. Bu minivan, ya'ni haydovchidan tashqari 9 kishilikmi bu? 8 kishini o'z bag'rida sig'dirib oladi. Ko'pchilik уже bizadan ana gostinitsalar, mana bunaqa tur agentstvalar xarid qilishdi, chunki ularga juda ham qulay. Oilasi katta, masalan, oilada ko'pchilik bo'lganlar. Bunaqa salon menimcha yaqin orada hech qayerda, balki umringizda birinchi marta desam ham bo'ladi. Bunaqa rang ko'rmagansiz, to'g'rimi? Oqqa fioletoviy kombinatsiya qilingan ekan, lekin chiroyli chiqar ekan haqiqatdan. Lekin mana uning tomoni oq, polni elektronniy, hamma sidenlar elektron qilingan. Bu avtomat, ha? Avtomat, albatta. Mexanikalar ham bormi? Mexanika ham bo'ladi. Xo'p, narxlarga keladigan bo'lsak, buni mexanika hamda avtomat pozitsiyalari bor. Mexanikasi 313 milliondan boshlaydi. Avtomat eng full pozitsiyasi 353 milliongacha. Bularga ham chegirmasi bormi? Albatta, bularga ham chegirma qilib qo'yganmiz. Yangi model bo'lsa ham, yangi yilda chegirmasi qolib ketmasin deb $950 chegirma qilib qo'yganmiz. Xo'p, bu hattoki 11 kishigacha o'z ichiga oladi. Bunaqa minivanlar hozir ko'pchiligiga anaqa bo'lib qolgan. Aytib o'tganimdek, gostinitsada, tur agentstvalar yo oilasida ko'pchilik borlar, shunaqa xarid qilishyapti. Keling, bundoq ichlarini olib ko'rsatamiz. Orqa qismida ham o'tib ko'rsataylik. Katta, haqiqatdan ham juda ham bir bahaybat. Ichini qarang, qanaqa bir-biriga bir-biriga sachistatsiya qilib turibdi. Mana ichkarilarni hozir bitta ko'rsatamiz. Juda ham keng, masalan, 7 kishilik, 9 kishilik mashinalar bilasiz. Orqasiga o'tish uchun u целая istoriya-yu, bunaqasiga kimdir tushib turishi kerak, Damasga o'xshab, suzib o'qib o'rtadan boradi-yu. Bunda bemalol o'tirib ketishadi. Aytib o'tganimdek, ham avtomat, ham mexanika ikki xil pozitsiyada bor. Bu hozir full pozitsiyasi. Hop, ikki tur, hammasi ikki motorda bo'ladi. Bunaqangi. Anaqa ot kuchi 144 ot kuchiga ega. Tushunarli. Mana bu hozir avtomati. Orqada 3 kishi, 5 kishi, shofyor bilan 7 kishilik ekan. 7 kishi bemalol 11 kishini ham o'z ichiga oladi, bolachalar o'tirsa. Keling, orqalarini ham ko'rsatamiz. Hamma funksiyasi беспроводной зарядник deysizmi? Tabletlarni qarang, qanaqa zo'r ishlangan, katta, keng, shunam bu. Men ichida hozir yo'q bo'lib ketdi, ko'rmayman. Juda ham katta. Orqalarini ko'rsak bo'ladi. O'zi ochilmas ekan, yordam so'rash kerak. Mana joylariga hatto kifrlik qilib ishlatilgan ekan. Zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Oldinga, orqaga moslashar, ya'ni sidenkasi bor. Boshlab turaman, siz meni ko'rsating. Yo, bismillahir-rohmanir-rohim. Qani? Kapitanskiy sideniya. Lyuks. Menimcha bu men bu особо mehmonlar kelganda aeroportga chiqib, takoy kutib oladigan mashina deb o'zi ham. Zo'r. Bunaqa salon menimcha O'zbekistonda hech qaysi mashinada bo'lmasa kerak. Kimdir o'zi spesialni qildirmagan bo'lsa agar. Orqaga ham o'tib ko'rsating, juda ham oson, keng. Yengil ekan. Bemalol o'tib ketyapsiz. 7 kishilik mashinalar qanaqa orqaga o'tish qiyin. Buni bor-ku, orqasi vafshi oldin ham kengash ekan lekin. Buni qarang, joyida kattaligini. Bemalol, juda ham keng. Oho. Bu endi yangi, kechagina keldi. Barcha sidenasi elektronniy, hatto orqalari ham hamma yog'i chiqishga qiynalishmaydi. Ko'rganingizdek, faqat shu bir tomondan ochiladi. O'zini ham tonirovkalari zavodskoy qilib qo'yilgan. Hech narsa ichkarini ko'ra olmaysiz. Juda ham zo'r qilib urilgan. Eng qiziq joyi ularni tonirovkasi mana bu joylarigacha ruxsat berilgan. Faqat oldiga albatta. Ovozingizlar menimcha bundan ham ballonlari ham mana umuman almashtirish kerak emas. Diskalari, ballonlari hammasi joyida, zo'r qilib ishlangan. Mana bu o'zi dizayniga gap yo'q. Buni ham bo'yi shunaqa 2 metr. Juda ham keng, ko'rib turganingizdek. Ko'pchilik hali buni ko'rib turib, nima mashina ekan, qanaqa marka ekan deb umuman bilishmasa kerak. M7 modeli. Bunga ham xuddi shunaqa deyarli $1000 skidka qilib berdik, faqat yangi yilgacha.
Zo'r. Undan ko'piga lekin bunga skidka so'ramanglar, chunki hali yangi model. O'zbekistonda hech qayerda yo'q, birinchilikda. Hech kimda yo'q mashinani xarid qilaman desanglar, shunaqa 7 kishilik ishingizga yaraydigan agar kerak bo'lsa, albatta shu M7 modelni xarid qilinglar. Xo'p, keyingi model bizda ko'chalarda Bu yerda mini gelikcha Aykar 2.3. Aha. Aykar 2.3 hozir ko'chada juda ham ko'p. Albatta, eng ko'p aytganimdek, sedan emas, crossover yaxshi ko'radiganlar bu mashinani xarid qilishyapti. Narxlari qanaqa buni? O'zini narxi 384 million, polniy full pozitsiyasi ya'ni. Bu hozir turibdi. Chegirmada buni ham mayli 371 million qilib beramiz yangi yil, ya'ni shu yil oxirigacha. Bu bitta zaryadda qancha yuradi deb o'ylaysiz? Bu hammasi elektromobil, hech qanday gibrid emas. Xo'p, narxiga qaraganda menimcha shu 500 da yursa kerak. 512 kilometr bitta zaryadda yuradi. Albatta, aynan bu mashinadan juda ham ko'p xarid qilishgan. Kommentariyada yozib ketishsin, kim qaysi modeldan xarid qilgan yo o'rtog'i, tanishi kimdir olgan bo'lsa, mana rasxodlarni realni qancha qilishini hammasini yozib ketishsin. Bizga ham albatta kommentariylarni o'qish qiziq, hamda qolgan mijozlarimiz ham po-любому video ko'rishadi-yu. Aynan kommentariyaga kirib ko'rishadi odzivlarni. Qani kim qanaqa olgan, qaysi mashina qiziq, bir-biridan fikr almashishni o'zbek baribir yaxshi ko'radi-yu. 10 marta 10 kishidan so'rab yaxshi ko'rishadi. Xo'p, Aykar 2.3 modelimiz. Buni rangini qarang. U fioletovoy edi, bu yashil. Birorta avtosalonda mashinalar mana shunaqa ichlari uyg'un ranglar bilan qilinmagan. Hamma qop-qora bo'ladi-yu. Mana bu ham qora emasda qanaqadir. Qarang. Ko'kmi yo bilmasam. Chomni siniga mana bu xaki rangi, mana bu yashil xaki rang qo'shilgan. Bu yoqlari mana zolotist qo'yilgan. Ko'rganingizdek, bu eng full pozitsiyasi. Tuning qilib o'tirish ham shart emas ekan. O'zi tayyor tuningi bor ekan. Albatta, Abduf Abaglev barchasi bor, polniy anaqalari elektron qilib qo'yilgan. Aytib o'tganimdek, bitta zaryad bilan 512 kilometr. Menimcha bu hozir har bir haftada polniy bak benzin qilsangiz qancha rasxod tushib ketasiz. Elektromobil albatta bu juda ham qulay. Bo'yi ko'rib o'tirsangiz ich orqalarini ko'rishingiz mumkin. Juda ham keng, katta ishlam. Rangini o'zi bu zamon talab qilyapti, hamma elektromobilga o'tishni boshladi. Hatto zakaz qilib ham bunaqa chihol yo anaqa qilib ishlarini konvertib qila olmaysiz. Bizda har doim mana shu salon qismi bilan Western avtosalonlari lol qoldiradi. Chunki ko'rganingizdek, bu mana bunaqa xaki yashil rangda M7 modelini ko'rdingiz. Juda ham zo'r fioletovoy rangda qilib qo'yilgan. Bundoq kelsangiz buni ham ishlarini ko'rsatamiz. Zo'r. Lekin sal kichikroq mashina ekan. Mana bu bo'yi pastroq deganim. 1.70lar bor ekan-da. Nimaga eng ko'p ayollar sevib xarid qilishadi deganimni men bulardan tushunsangiz ham bo'ladi. Xrustalniy. Bu уже birorta joyda, biror avtosalonda, mashinada bu narsa yo'q. Bu juda ham katta yangilik. Mana bu besprovодной zaryadniklari, mana bu yoq qurib turibdi, shuncha joy. Ochiq ekan. Ochiq, keng. Hammasi qarang, e'tibor qilsangiz, xuddi elektromobil boshqa anaqalarga o'xshab knopkalar bilan to'ldirib tashlanmagan. Lishni knopka hech qayerda yo'q. Hattoki yoqishda ham bitta tormozni bosib olib yoqasiz. Baland-past funksiyasi turibdi. Hammasi shu yerni o'zidan qilinadi. Hattoki panoramalargacha. Panoramasi juda ham katta, keng. Hammasi elektronniy, albatta aytganimdek. O'zligiga bu anaqa yo'q. Katta gelikdan sal kichik bo'lsa ham katta mashina bemalol sinalarni baland-past qilib, rullarini to'g'irlab anaqa qilsa bo'ladi. Buni o'zi bilmayman, shunday ayollarimiz ko'radi-yu, buni ko'rib sirazi kasal bo'lib qolishadi-da. Bularga ham 200 ming kilometr yoki 5 yilgacha kafolat bor. Albatta, barchasi garantiyalarimiz bor, mavjud. Mana. Gap bo'lishi mumkin emas. Orqa taraflarni ham ochib ko'rsatadigan bo'lsam, joy vaqti keng. Mana bu o'rtasi to'mpoqchasi yo'q ekan. Yo'q. Shuni hisobiga ham bemalol 3-4 kishi keng bo'lib ketadi. Mana bu yerda patlako'zniki bor. Ko'pchilik mana shu salon rangiga kasal bo'lib qolishadi. Juda ham zo'r aniq qilingan. Chunki hamma o'zi qora, oq
ranglardan anaqa bo'lgan, Hmm. bezor bo'lgan. Mashinani o'zini rangini qarang qanaqa, moviy qilib qo'yilgan. Dahshat, bu rang ham juda ham kam yo'q. Salonni o'zi ham shunaqangi o'zgartirib qo'yishgan. Oq-qora rang deyarli oq-qora mashinalar hozir trendda emas. Ko'pchilik hamma ko'chaga qarasangiz, kimda qarasangiz oq Cobalt, qora Gentra, o'zingizda ham oq Cobalt, hamma shu narsa. Уже anaqa bo'lganda oq-qora xohlashmayapti. Ko'pchilik faqat kelib turib, masalan, любой mashinaga shunaqa ranglarni xohlashyapti. Bagaj qismi juda ham keng. Hamma Bularda narsa zapaska bo'lmaydi, subwoofer bor. yo'q, bunda bo'lmaydi. Subwooferlari qilib qo'yilgan, hamma narsasi o'zini bor. Juda ham boy, juda ham keng. Buni ham siz e'tibor qilsangiz, xohlasangiz yotqizib qo'yib, ana qilsa bo'ladi. Ya'ni uzoqda dalinaga ketganda bemalol spalni vazifasini ham bajaradi. Zo'r. Juda ham keng. Bu mashinalarda ehtiyot qismlar borasida Albatta. savol tushadi. Bagaj Qayerdan qismi qarang, qanaqa. olamiz deb. Bu yana zapasnoy, shuncha bu yoqqa ochib olib, narsa qo'ysa bo'ladi. Shunday. Hozir o'sha savollaringizga qisqacha javob berib o'taman. Mana bu yerda mana hali showroomga endi taxlanar ekan. Bamperlarigacha tayyor kelgan. Xullas, podkritlarigacha mana bu joyda yana bamperlar turibdi katta-katta. Lekin hammasi barchasi bor deyiladi-yu, lekin nima deydi, ko'z bilan ko'rgan narsaga ishonish kerak deydi-yu. Mana bu yoqda men bu Aykar modelimizni endi yana sizni hayratga qoldiraman. Buni ichini qarang endi. Fioletni ko'rdingiz, yashil xaki ko'rdingiz, endi ko'k rang. Bunisiga nima deysiz? Hattoki yana yo'lovchi o'rindiqda atamankalarigacha bor ekan. Rangiga lekin haqiqatan Bu mazza ham qildim. polni elektromobil. Bu ham shunaqa 500-512 kilometr bitta zaryadda yuradi. Bu menga ko'proq mana shunaqa ko'k ranglar yoqadi, salon rangida. Nima uchun? Chunki ko'k rangga qarasangiz, ko'z dam oladi qanaqa. Shunaqa. Aynan o'shaning uchun ko'k, yashil ranglar bizada ko'p ishlatiladi. Xarid qilgandan keyin ko'pchilik aytganingizdek ko'k rang yoqadi deyapsiz-ku, olib buni hozir bitta polni salonni o'zgartiraman desangiz ham necha ming dollarga tushib ketasiz. Shunday. Hammasi qilib qo'yilgan, balonlarni qarang qanaqa. Diskalariga gap yo'q. Balon razmeri necha? 18 mi, 19 mi? Yo, 20 ekan. 20 Hattoki buniki undan ham katta. katta. Ko'rsatgan modellarimizni barchasini menimcha yoqqanlari bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Qaysi biri sizga yoqdi? Elektromobil tanlaysizmi, benzinlik mashina tanlaysizmi? Sedanmi, crossovermi, внедорожникmi, bizada hammasidan bor. Istagan modelingiz, hattoki hozir Jitao salonida yo'q. Mana bu legendarniy X90 modelni ham ko'pchilik bilasiz, yaxshi ko'rishadi. Hattoki X90largacha qilib qo'yganmiz. Buni o'zi endi shu anaqa ekan edi, Bardov ekan edi. Bardovni ham ko'rib keting. Har bitta mashina, har bittasi ichi alohida tema bo'lib turibdi ranglari. Unaqa ko'zingiz elektirmaydi. Zo'r. Bu taki shokolad rang desa ham bo'lar ekan. Qanaqadir bir boshqachada xullas. Bu Bardoviga shokoladni rang qo'shilgan. Buni rangini to'g'risi men nima deyiladi bilmayman, lekin juda ham zo'r ishlangan. X90 modeli hozir bilasiz, ancha-muncha joyida yo'q. Bizada bor. Lekin buni ham soni kam qo'ygan. 15 tacha qo'ygan. Buni ham ulgurib qolinglar. Hatto bunga ham 20 million skidka qilib beryapmiz. Ko'pchilik o'sha aytib o'tganimdek 5 kishilik mashinami, crossovermi, sedanmi, внедорожникmi, qanaqa mashina kerak bo'lsa, pastda raqamlarni, lokatsiyalarni yozib qo'yamiz. Har doim dam olish kunisiz ertalabki soat 9 dan kechki payt 8 gacha ishlaymiz. Menejerlar, call centerlar, servis hammasini raqamini yozib qo'yamiz. Aloqaga chiqinglar. Kimda nima savol bor, balki biz hammasiga javob bera olmadik. Kommentariyada yozsangiz ham javob berishadi. Eng zo'ri telefon qiling. Undan ham zo'ri kelib ko'rib, mashinalarni haydab ko'ring. Har bitta mashinani, istagan mashinangizni ko'chaga chiqarib test drive qilish xizmati, undan tashqari trading xizmati ham bor. Cobalt'mi, Spark'mi, любой mashinani olib kelib, yangi 5 nafta saloniga kelib, yangi 5 avtomobillarni olib keting. Bir kun ichida barcha ishingiz hal bo'ladi. Xudo xohlasa, mashinalarni ko'pchiligini ko'rsatib o'tdik akajonlar. Kelib ko'rib, bemalol o'zingizga yoqqan avtomobillarni xarid qilsangizlar bo'ladi. Tanlov o'zlaringizdan, bizga faqat takliflarni berib o'tdik. Biz bir sababchi xolos hammasini ko'rsatib chiqdik. Barchani 5 nafta salonda kutib qolamiz. Kelasi video nasib bo'lsa 2026-yil yanvarda ko'rishguncha.